Yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan barcha yurtdoshlarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. SNS jamoasi shu munosabat bilan Belarus traktorlariga, Belarus traktorlariga aksiyani e'lon qiladi. Aksiyani mustaqilligimidi? Mustaqillik aksiyasimidi? Mayli davom etamiz. Videoni aksiyamizni boshlashdan avval like tugmasini, obuna bo'lish tugmasini, mana bunday qilib turib bosib qo'ysangiz ham mayli. Aka, nimaga desangiz, sizga o'xshab yangi Belarus qidirib yurgan mijozlarga, qidirib yurganlarga mana shu YouTube platformasi taqdim qilsin, borsin. Aka, sizga o'xshab turib mazza qilib olaman deganlar bor-ku, o'shalar kelaversin aka. Aka, 3 qoldirak. Belarus 80 xalabka voy. Oldingi narxi 365 million. Hozirgi narxi 355 million so'm. Faqat tushunmadi desangiz, videoni ko'rib boring, nima uchunligini oxirida aytamiz. 80.1 da ko'ryapsizmi? Transportda ishlataman deb tayyor turibdi aka. Vaqtida 325, 320 milliongacha sotilgan. Hozir kundagi aksiyadagi narx 305 million so'm aka. 82.1 to'rg'ildiraga tortadigan erkak traktorlarda boshladi biz. Nima uchun deysizmi? Chunki oldi tortadi, oldi ishlaydi. Xo'p, 82.1imiz 340 million so'm. Aksiya narxi 335 million so'm. Nima uchunligini hali tushuntiramiz. Bugun kammi deysiz? Ya, kam emas. Kelavering aka, hali gaplashaveramiz. Ikkita Hasan va Husan traktorlarimiz. Aka, bular nimaga Hasan? Bilasiz, korobkasi ishli, sinxron korobka. Husan pachaqmi deysiz? Pachaq emas, bu Schuster traktorimiz. Aksiyada 952 395 million 385 million so'mga. 892 bo'lsa 385 million 375 million so'mga. Mana Belarus 1025 2 470 dan 460 million so'm. 1025 3 bo'lsa 510 milliondan 495 milliongacha. Sen tepadan nima qilyapsan? 100 ming olyapsanmi? Belarus ishqibozlari eshitmasin bu narxni. Esimizga kelib oladi-ya. Paskatishey. Bu aksiyamiz avvalgi aksiyalardan umuman farq qiladi. Nimaga deysizmi? Chunki aytgan narxlarimizda, avvalgi aksiyalarimizda 100% to'lasangiz kelishtirib berayotgan edik. Endigisi, endigisi aka aniq faqat 100% emas, lizing olsangiz ham xuddi shu narxda aksiya narxida qilib beramiz. Mustaqillik bayrami kelyapti. Faqat bayramda dam olish emas, aka, traktorda olish kerak, ishni qilish kerak, saqqani bosish kerak. Men sizga ishonaman, siz mendan ko'p pul topasiz aka. Kelavering, qayerda topishda Belarus traktorining arzon joyini topishni bilasiz-a? O'lchilar, hammasi zo'rmi? Rekka chiqaramizmi? Gaziga bosingizlar. Siz zo'rsizlar. To'g'ri, Belarus legenda. Lekin lo'lisi zo'r. Xo'p, mana shunaqa yangi traktor, yangi Belarus qidirib yurgan akalarga like bosingda mana shu videoni ulashing. Ular kelsin, ko'rsin. Aka, bunaqa arzon traktorlar bilasiz qayerdaligini. Faqat Toshkentda emas, SNS'da barcha ofis filiallarida. Aka, SNS faqat Toshkent emas, barcha filiallar quchoq ochib kutib oladi. Keling aka, gaplashamiz, ko'rishib, savdolashamiz.